Sayohat qiluvchi insonlarga ajoyib maslahatlar, ular bilan tanishing, ulardan biri albatta kerak bo'ladi. Chamodanni himoya qiling, chamodaningiz uchta ko'ylak kiydiring va yenglarini ichiga soling. Endi chamodaningiz kir bo'lishidan xavotir olmang. Og'ir yuk tashish qilyapsizmi? Ryukzakni chamodan ustiga qo'ying, sumka tasmasini chamodan tutqichidan o'tkazing va suv idishi bilan mahkamlang. Endi uni bir qo'lingizda tortishingiz mumkin. U qanday harakat qilsangiz ham tushib ketmaydi. Tish cho'tkalarini toza saqlang. Oila a'zolaringizning tish cho'tkalarini bir martalik qo'lqop ichiga soling. Bu sumkalaringizni ham bo'yoq cho'tkalaridan iflos bo'lishdan saqlaydi. Yangi taqinchoqlaringizni ham tartibli saqlang. Ularni alohida qilib saqlash chiyal bo'lishini oldini oladi. Mehmonxona elektr choynagini ishlatmang. Buni o'rniga plastik butilkadan foydalaning. Uni suv bilan to'ldirib choynak ichida isitib oling. Endi qaynoq suvni xavfsiz ichishingiz mumkin, hatto qahva ham tayyorlashingiz mumkin. Termos sumkani olib boring. Uni faqat ovqat tashish uchun emas, balki kiyim yuvish yoki oyoqni iliq suvda yuvitish uchun ham ishlatishingiz mumkin. Juda ham yoqimli. Oddiy osma ilgak tayyorlang. Chemodanni stol ustiga qo'ying, tutqichini cho'zib kiyim ilish uchun ishlating. Ketishdan oldin bo'sh idish tayyorlang. Qopqog'iga teshik oching, ichiga nam paxta joylashtiring va tayyor. Ushbu maslahatlar foydali deb hisoblasangiz, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.